Qizaloqni ko'pincha yarim tunda bir o'zini tashlab ketishar edi. Uning ota-onasi tungi smenada ishlar, shu boisdan unga kuchuk boqishga ruxsat berishgan edi. Uy hayvoni bilan tunda bir o'zi qolish unchalik ham qo'rqinchli emas edi. Qizaloq har doimgidek eshiklarni yopib, xonada havo almashib turish uchun oynalarni ochib qo'ydi. Uning kuchugi esa doimgidek krevat ostiga kirib dumini o'ynatgancha uxlashni boshladi. Bu safar u tezda uxlab qoldi. Ammo yarim kechasi u suvning tomgan tovushidan uyg'onib ketdi. Shunda u jumrakni yaxshi berkitmaganini esladi. Ammo o'rnidan turib uni o'chirishga erindi va qo'lini sekin-asta krevatning ostiga tushira boshladi. Kuchuk esa odatdagidek uning qo'lini yalar edi. Bu esa qizni tinchlantirdi va u shu zahoti yana uxlab qoldi. Suvning tovushidan qiz yana uyg'onib ketdi. Bu holat ertalabgacha davom etdi. Ammo kuchuk uni qo'lini tinmay yalar edi. Shu sababli qiz yana va yana uxlab qoldi. Ammo bu holat uning joniga tegdi. Qiz o'rnidan turib vanna tomon yura boshladi. U vannaga yaqinlashgan sari tovushlar yana ham balandlashar edi. Qiz chiroqni yoqdi. Dahshat! Kuchuk esa vannada osilgancha turar edi. Uning bo'ynidan esa qon tomib turar edi. Bu xuddi o'sha tomchining tovushi edi. Ammo bir amallab u ko'zini olib qochganida uning nigohi oynaga tushdi. Oynada esa "Barmog'ing juda shirin ekan" degan yozuv bor edi.